Assalomu alaykum azizlar. Tushda tuxum ko'rish ogohlantiruvchi tushlarga kiradi. Qaynatilgan tuxum, tuxum siniqlari yoki xavflirog'i ayniqsa qovurilgan tuxum. Agar uyimizda, spalnimizda, yotoqxonamizda yoki uyimizni ichida tuxum siniqlarini ko'rsak, agar ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki oilamiz bilan aloqali, juftimiz bilan muammolar bo'lishi mumkin, ayriliq yashashimiz mumkin. Agar oshxonada tuxum ko'rsak, masalan, tuxum pishirayotganimizni, qovurayotganimizni ko'rsak, u ham ayriliq bo'lishi mumkin, lekin ayriliq qanaqa ayriliq? Batamom oxirigacha emas, bir qancha oy yoki yil ayriliq bo'lishi mumkin. Oilamizdagi juftimiz bilan yoki biron kishi bilan, yaqin kishi bilan. Lekin kuxnyamizda yana agar tuxum ko'rsak, rizqimiz bilan aloqali, shu bizning rizqimizga nima to'sqinlik qilmoqchi bo'lgan bironta hasadgo'y bir insonni bo'lishi mumkinligini anglatadi. Agar koridorda tuxum siniqlarini ko'rsak, biron yo'lga ketmoqchi bo'lsak, u yo'lga bormasligimiz kerakligini anglatadi. Chunki u yo'lga borsangiz siz uchun foydali bo'lmaydi, xatarliligini anglatadi. Ehtiyot bo'lish kerak, borish kerak emas. Bormasangiz siz uchun yana ham xayrliroq, keyinroq borsangiz bo'ladi. Agar turmush qurgan farzandlaringiz bo'lsa, katta yoshli insonlar agar shunaqa tush ko'rsa, turmush qurgan farzandlaringizni kiyimlarini ustida yoki uyida, shkopini ichida masalan tuxum ko'rsak yoki tuxum singanini ko'rsak, u farzandlaringiz bilan dardlashishingizni maslahat beraman. Chunki ularning ham oilasida biron bir muammo bo'lishi mumkin. Dardlashib, gaplashib, sabrliroq bo'lishini tavsiya qilishinglarni yoki og'zini yumishini deydimi, nima deydi, ehtiyot bo'lish kerakda, o'zi ehtiyot bo'lish kerak, ogoh bo'lish kerakligini anglatadi. Yoki biznesi bo'lsa, o'sha biznesida u kim bilan birga nima deydi, birga biznesi bo'lsa, hozir topolmay qoldim otini. O'sha biznesida ham o'sha sherigi bilan ayrilishi mumkin yoki biron bir muammo bo'lishi mumkin. O'shaning uchun tuxum ozgina xavfliroq. Tushda ehtiyotimizni qilib, shunga yarasha harakat qilishimiz kerak. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Bu tuxum bilan aloqali meni ham boshimdan o'tdi. Men o'zim ham tushimda shu tuxum to'g'risida tuxum ko'rib keyin ozgina muammolar bo'lgan. Shuning uchun, ya'ni nima deydi, tajribamdan o'tganda bilaman. Haqiqatan shunaqa lekin. O'shaning uchun sizlarga ham ehtiyot bo'lishinglarni, ogoh bo'lishinglarni tavsiya qilaman. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib, meni kanalimga obuna bo'lsanglar, men xursand bo'laman. Hammanglarga kattakon rahmat. Uylarga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Allohga omonat bo'linglar. Rahmat katta.